Avvalo zo'r. Bittada boy bo'lish. Albatta, nima? Yo'q, bittada boy bo'lish emas, bu razgonni siz noto'g'ri tushunarkansiz. Ideal 100% indikatori yo'q. Bitta narsa, bozor bu siz dushmaningiz. Gilded Key Trading Academy asoschilaridan Elliot to'lqinlari asoslangan Billwin strategiyasi tahlil asosida savdo qilib keladilar. Va yana bir narsa maslahat beramanki, tradingga foydasi deb yozishsin, keyin tradingga zarar deb yozishsin. Tosh davrdan hozirgi elektron ko'rinishgacha bo'lgan masofalarda oz bo'lsa ham ma'lumot Jamoa yaxshi, lekin jamoani kim tuzganiga bog'liq. Agar uni Rockefeller tuzgan bo'lsa, qancha kapital bilan boshlash kerak va bu muvaffaqiyatga erishish bu o'sha kapitalga bog'liq bo'ladimi? Depozitga bog'liq emas, boshqa katta pul bilan kichkina pul bilan farqi yo'q. Tushunasizmi? Siz yo'qotishni boshqarishni o'rgansangiz, endi qaysi yo'l bilan bo'lishidan qat'iy nazar 20 daqiqa ichida kim yutqizayotganligini aniqlay olmasang, demak, sen yutqazasan. Tillarni o'zining yo'nalishi bor. Ana o'sha shilga tushsangiz, tomiriga tushsangiz, tinmay tilla olasiz. Trader minus qilishga sababchi bo'lgan hissiyotlar davom etishi. Hozirgi paytda dunyo bitta bozorga aylanib bo'ldi. Oldin New York fondi, Gonkong bor edi, London qancha. Hozir yo'q. Bitta butun yaxlit matritsaga aylanib bo'ldi.